Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli uzoqda yaqindagi aka-ukalar, opa-singillar, xosatan Suzoq xalqi, bugun sizlarga bir iltimos bilan murojaat qilyapmiz. Abdurahmon akamiz mana ko'pchilik taniydi. Akamiz qayerda hashar bo'lsa, darslar bo'lsa, birinchi saflarda ko'rardik. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganidek, insonlarning yaxshilari odamlarga foydaligi deganda akamiz foydali insonlardan deb bilardik. Hozirgi kunda mana akamizga Alloh taolo bir katta sinov beribdi. Boshida ikkitasi bor ekan. Va mana shuning sababidan 10-15 kundan beri akamiz mustaqil hattoki bosilmay ham qolibdi. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo akamizni mana shu kasalligi sababidan gunohlarini kechirishligini, darajasini ko'tarishligini shu bilan birga tez orada komil shifo berib, Alloh taolo o'zini yo'lida ishlatib qo'yishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hurmatli jamoat, albatta Alloh taolo agar bir bandasiga sinov beradigan bo'lsa, nafaqat uni, balki bu bilan atrofdagilarni ham sinaydi. Ya'ni atrofdagilar qanday muomala qilishiga qarayotgan. Akamiz o'zi oilasi bilan, yaqin qarindoshlari bilan Qirg'iziston, O'zbekistonda qanday muolaja qilish mumkin bo'lsa hammasini qilishgan, 2 martalab operatsiya qilingan, kimyo olgan, lekin kutilgan natijalar bo'lmagandan keyin hozirgi kunda akamiz hayotini saqlab qolish uchun shifokorlar tezlik bilan Hindistonda operatsiya qilish kerakligini aytishyapti va bu uchun $30,000 miqdorida mablag' kerak bo'layotgan. Payg'ambar sizdan aytadi, albatta mu'minlar bir jasadga o'xshaydi. Agar uni bir joyga ozor yetadigan bo'lsa, butun jasad his qiladi dedi. Kelinglar birgalikda mana shu akamiz og'rig'ini his qilgan holatda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Va man ahyaha fakannama ahyan nas jami'an." Kim bir insonni yashashiga sabab bo'ladigan bo'lsa, go'yoki butun insoniyatni yashashiga sabab bo'lganini ajr oladi dedi. Kelinglar birgalikda mana shu Alloh taoloning oyatiga ko'ra akamizni yashab ketishiga sabab bo'lib, go'yoki butun insoniyatni yashashiga sabab bo'lganda ajr olishlikda birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, kimdir ko'p, kimdir oz, al-muhim Alloh yo'lida xolis qilingan har bir amal Alloh taolo nazdida katta hisoblanadi. Kimdir duosi bilan, yana kimdir kamida tarqatib bir hissamiz qo'shadigan bo'lsa, sababi ehtimol siz bilan bizda yo'q bo'lishi mumkin, lekin biz videoda tarqatsak uni kimdir ko'radigan bo'lsa va yordam qiladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganday, "Addalu alal khayri kafa'ilihi", yaxshilikka dalolat qiluvchi xuddinki uni qilgan kabi bo'ladi deydi. Ularda savobida bizga ham ulush bo'lib qoladi inshaalloh. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh, birodarlar, yaxshi do'stlar. Mana ukamiz Abdurahmonni biz guvohlikka o'tamiz mahallamizdan. Doim 5 mahal namozni shu masjidda o'qib kelgan. Birodarlar, inshaalloh mana shu ukamizga birinchi avvalom Alloh taolo shifoi komil ato etsin. Shu odam shu sabablik biz bilan sizlar bir yordamlar sabablik bir tuzalib oladigan bo'lsa ajab emas. Shu o'qilgan namozlarga sabab bo'lsak, qilayotgan bir Alloh taolo uchun katta xizmat qiladigan usta suvarchi ukamiz. Uning ustiga mana hujjatlarimiz hammasi joyida. Shu hujjatlarimizni hammasini o'sha Hindistonga ko'rsatganimizda diskini jo'natdik, hamma narsasini ko'rsatganimizda bular 95% kafolatman bir tuzatib beramiz deb kafolat berdi. İnşallah ajab emas bir yaxshilikka bir umid qilyapmiz. Alloh taolodan komil shifo so'raymiz. Birodarlar, sizlarda birga shu yaxshilik bir yaxshilik ustida yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Mana otalari Abdulhat aka yonimizda bor narsani sotadigan narsalarni sotib oldi. Shu uyi qoldi xolos. Kelinglar birodarlar, shu ukamizga avvalom shifo topishiga, uning ustiga kelgan yana biz sababli ajab emas shu uy qolishiga ham bir sabab bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh qiyomatda bir ancha katta zahira to'plab olgan bo'lamiz o'zimizga. Ozmini ko'pmidi, mana nimani aytib o'tib ketamiz. M-bankimiz 555 0944 08 men M-bankimiz bor. Undan keyin 552 07 00 da Megapay bor, kompaniyam bor. Nima ham M-bank ham bor. Bunun ustiga hozir bitta QR kod qo'yib ketamiz. Bu QR kodda M biznesimiz bor. Iloji boricha shu QR koddan